200 metrga yaqin sim kabellarni yer ostiga oldik va undan tashqari 4000 kvadratga yaqin asfalt qilish ishlarini olib bordik. 8000 kvadratga yaqin maydonni bo'yadik. 600 kvadrat maydonga yotiq chiziqlar va shunga o'xshagan silliqlash ishlari. 2000 kvadratga yaqin joyda plitka, ya'ni o'sha yerga bruschatka qoplamalarni yotqizib, ya'ni bozorda ancha tartibli, yangicha, madaniyatimizga, o'zimizning didimizga xos ko'rinishga keltirdik. Ga yaqin kameralar rastalarda sanashadi. Ya'ni bozorimizda 1904 ta rasta bo'lsa, nechtasi bugun faoliyat yurityapti, nechta joyga bugun to'layapti va haqiqatdan misol uchun aytaylik, Azamatov Sherzod chiqqanmi, chiqmaganmi? Agar chiqmagan bo'lsa, unga misol uchun rasta usti bo'sh bo'ladigan bo'lsa hisoblanmaydi. Agar o'sha joyda tadbirkor, boshqa bir tadbirkor chiqqan bo'lsa, sun'iy intellekt uni aniqlab, o'sha 5 ta yo 4 ta rasta band qilinganligi haqida bizga umumiy dasturda raqamli bozor, san bozor dasturiga ma'lumot keladi va o'shani orqali monitoring qilib, mana shu pattachilarda va umuman yashirin iqtisodiyotda har qanday holatlarini barham etilishiga erishdik. Qo'shimcha panduslar, yangi perilalar, yangi tutqichlar qo'yildi. Bundan hammasi maqsad shu odamlarga, insonlarga qulayliklar yaratish. Ko'proq hozir endi mehmonlar oldin kelib ketganlar yana qayta ikkinchi marta kelishsa, menimcha ularning fikrini eshitishimiz bizga to'g'ri baho berishimizga imkon bo'ladi, lekin ko'pchilik bozorda tozaligini, bozorda qulayliklar borligini aytishyapti.